Hammaga salom o'rtoqlar. Sizlar bilan Erik Haydar. O'rtoqlar, xullas kalom boshda ogohlantirib qo'ying. Asabiy chataqlar, ujus kinolardan qo'rqadiganlar, qon, pichoq, dahshat narsalardan, shokoviy sostoyaniyadan qo'rqadiganlar bo'lsa, ikki qat ayollar, ko'ngli nozik odamlar bo'lsa, hozir bu videoni o'tkazib yuboring. Asabga tegmanglar. Bu jiddiy video, bu jiddiy murojaat bo'ladi. Sol ur degan murojaat. O'zi asab charchab turib, kunlar isib turib ko'ribsizlar. Hamma cho'bilgani ketayotganda Erik Haydar nima qilyapti? Albatta soqqani ichida yuribdi. O'rtoqlar, xullas kalom sizlarga yangilik. Endi bundan buyog'iga meni lichkamga, direktimga aka uy qilaylik, aka uy qatta bor deyotganlar, sizlar diqqatlaringizga. Patkulich uy, xohlasalaringiz ipoteka, xohlasalaringiz subsidiya, xohlasalaringiz bo'lib to'lash, xohlasalaringiz ayirib, ko'paytirib, qo'zichiga olib, ilojosiga qo'yib to'lash ham bor. Farg'onada, Zakanalda, shunday primo yo'l bo'yida, shahar ichidagi yuragi hisoblangan joyda Parij rezidensiyasi ko'rib turibsizlar. Orqamda turibdi, men uni oldida turibman. Kelishdik o'rtoq. Yana bitta narsa o'rtoqlar. Uy 10 dona qolgan. Qolgan hamma uy sotib bo'lingan. Elmurod bilan